Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi soatimizda Kia Carnival. Mashinamiz 23-yil ishlab chiqarilgan, 59700 km yurgan, kraskalari top-toza, mo'rda qismi broni plyonka bo'lgan, 4 ta kunfu balon taqilgan, tonirovka 7 ta ruxsatnomasi bor. Idealniy holatda, salonlari mat bo'lib turibdi. Ja urinib qirilgan joyi yo'q, yaxshi holatda. Eng full paysasi shaybali 360 kamera, 2 ta lyukli bo'ladi. Mana bu joylar ham elektronniy, eng full paysasi. Motori 2.2 twin turbo hisoblanadi. Orqalari kapitanskiy 3 ta qatorli 9 kishilik mashinamiz. Obunachilar, oilaviy semenniy zo'r mashina. Mashinamiz sararka motorda. Kraskalari top-toza ekan, yana bemalol ko'rib, tekshirib olaverasizlar obunachilar. Narxi ham zo'r chiqyapti. Ulgurib uspetib qolinglar. Bu mashinamiz salonda где-то bir 70 ming dollarlar atrofida turadi. 8 million turadi. Bizning Sanzar kanalda shikolat narxda qo'yamiz. Pravik una ko'p yurmagan, mashina holati ham yaxshi, kraskasi ham toza. Narxini 35 ming dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib joyini qilib beramiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat.